Bugungi sarguzashtimiz homiysi sevimli qahramon tanlovi mukofoti. Kim bosh sovrinni qo'lga kiritishni bilish uchun biz bilan qoling. Jalop. Qo'limni uzatib yubora olasizmi? O'z imkoniyatlaringdan to'liq foydalanyapsanmi? Jim bo'l. U yerda nima qilyapsan? Keyindan yashirinyapman. Menimcha u pufakcha bilan ichki sarguzashtni muhokama qilyapti. Va men unda ishtirok etmoqchi emasman. Va butun vaqtni shu yerda o'tkazmoqchimisan? Xonangni o'rniga. Keyin meni tez-tez ko'rgani keladigan bo'ldi. Agar eshikni ochmasam, eshigim oldida Dezini kuylay boshlaydi. Bu jirkanch. U rostdan ham shunday qiladimi? Bilmasam, kel so'rab ko'ramiz. Ey Keyn! Voy, basharangiz. Ha, Jax. Qara, u yerda Zubul bor. Matas. Mana ekansan. Endi seni barvaqt shirtib chaqirishga hojat qolmaydi. Va men seni topganimdan xursandman. Bizga juft sonli ishtirokchilar kerak, chunki bugun bizda jamoaviy sarguzasht bor. Sizlarni sahna oldida 5-7 daqiqa ichida uchrashamiz. Ajoyib. Hatto undan qo'shiq haqida so'ramading ham. Nima haqida? Bugungi sarguzasht qisqa bo'ladi. Sevimli qahramon tanlovi mukofoti tufayli. Ammo bu sizga matbuotga kuchingizni ko'rsatish uchun ajoyib imkoniyat bo'ladi. Bu juda ham og'ir. Barchasi to'g'ri, pufakcham. Bir necha kun oldin sizning bitabol o'yiningizni kuzatish menga bir fikr berdi. Biz o'z tadbirimizni o'tkazishimiz kerak. Lekin sizning soliq xizmatingiz tomonidan ixtiro qilingan yangi sport turlari bilan. Yordam berking. Bas, oddiy softbol o'ynashimiz mumkin edi. Keyn ligasida sizlarni 400 metrga yuqoriga sakrash, to'p bilan sakrab o'tish, yon boshga o'ynash, apelsin sporti, to'p bilan yugurish, to'p bilan yurish, yugurgan holda yurish va sharlarni sharlash kutmoqda. Bu sport turlari albatta. Yo'q, menga kerak emas. Mana bilan bir jamoada o'ynamayman. Zubul, nega faqat moliya berasan? Nima holatganingni bilmayman. Bizda bu uchun takliflar qutisi bor. Ha, Zubul doim aytganidek, bizga tinch va hordiq chiqaradigan sarguzashtlar yoqadi. Senga softboldagi sarguzasht yoqmadimi? Men unchalik ham sportga qiziqmayman, kechir. Takliflar qutisi shaxsiy dramalarga olib keldi. Menga yoqmayapti. Mayli. Rostdan ham nima xohlayotganimni bilmoqchimisan? O, yo'q. Men seks qilish imkoniyatini xohlayman. Yo'q. Nihoyat bu haqida gaplashmoqchimizmi? Salom Zubul. Senda mabodo ahmoqona so'zdan qolmadimi? Nima haqida gapirayotgandek? Ha, topdim. Bitta kalla yaxshi, lekin ikkita kalla juda ham yaxshi. Buni unga tushuntir. Hamma narsa doim uni deb kirib ketadi. Ko'rib turibman, sen juda ham shunga sho'ng'igan ekansan. Xo'sh, buni jirkanch deyishlarini bilamiz. Shuning uchun sen jirkanch. Qanch? Keyin hozir dedimi? Salom, men Kanchman va bu mishmishlar mening obro'yimga putur yetkazayotganidan umuman mamnun emasman. Uni bu uchun yaratdingmi? Qanday bo'lmasin, endi sizlar orasidagi nafrat kuchayganligi aniq. Shuning uchun balki bizga ishonch mashqlari ko'proq kerakdir. Men Jacksni qo'liga tushmayman. Agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsang. Xavotir olma, mashq ikkala tomonga ham ishlaydi. Har biringiz boshqasiga ishonchingiz kerakki, u sizni sotmasligi kerak. Bu yopiq xona va ichkarida sizni hech kim eshita va ko'ra olmaydi. Va bu o'qlangan to'pponcha. Qahramon to'pponchani xoniga olib kiradi va uni to'liq bo'shatadi. Keyin chiqib to'pponchani B qahramonga beradi. B qahramon to'pponchani olib o'z boshiga o'q uzadi. A qahramon uni to'liq bo'shatganiga ishonib, A qahramon ham B qahramon unga qaramasligiga ishonishi kerak. Shunday qilib, hamma qoidalarga rioya qilishga va bir-biriga ishonishga undaladi. Biroz murakkab eshitilyapti. O'zing murakkabsan. Qisqasi, Jax boshlab ko'rchi. Nima unga? Shoshmang, nima qilishim kerak? Hech narsani eshitmadim-ku. Yoki bir-biringizni otib tashlashingiz mumkin. Mana, qurollarni oling, menga baribir. Qo'yil maqom. Shoshma, shu hammasi. Mana qurollar borib kulib o'ynayman. Kulib o'ynang demadim. Bunda maqsad ko'rmayapman. Nishonga qara. Keyin. Mayli.
Jamoalarni qaytaramiz. Juftlarga bo'lining. Har biringizda 3 ta jon bor. Qolgan oxirgi jamoa g'alaba qozonadi. Qoniqdingmi? Unchalik emas. Mayli, hozir menga farqi yo'q. Mening marosimga oz qoldi. Shuning uchun siz biroz vaqtga mustaqil bo'lishingiz kerak bo'ladi. Jamoalarga bo'linish uchun sizda 5 daqiqa vaqt bor. Vaqt tugashi bilan har kim o'zi uchun qoladi. Yura qol, yig'loqim, men bilan birga borasan. Men aslida Zobul bilan bir jamoada bo'lmoqchiman. Nima? Yo'q, unday bo'lmaydi. Biz har doim jamoaviy sarguzashtlarda birga bo'lamiz. Ko'rinishidan zamonlar o'zgaradi quyoncham. Hoy, meni jamoamga qo'shilishni xohlaysanmi? Xohlagan bo'lardim, lekin men Qurolbekni Jeks bilan yolg'iz qoldirishni xohlamayman. Ha. Xo'sh, men u bilan birga bo'la olaman. U bilan bir marta bo'lgandim, yomon emas edi. Va men birga so'raganimni unut. Men Jeks bilan birga bo'laman. to'xta. Aytgandek, Jeksni Qirolbekdan uzoqroq tutgan yaxshiroq. Men Jeksga qarayman. Shuning uchun mendan xavotirlanib o'tirma. Hey, pomni. Agar gaplashadigan odam kerak bo'lsa va qandaydir yordam kerak bo'lsa, men shu yerdaman. Sen hali sherik topmadingmi? Qarangchi, kim paydo bo'libdi? Meni to'liq holatda ko'tarishga ishonching komilmi? Undan battar ham bo'lgan. G'oy, Zobal. O'yin paytida buni o'zingda ushlab tura olasanmi? Men uni saqlay olishimga o'zimga ishona olmayman. Va shunchaki men ham vahshiy qotildek avtomatda rohatlanib olmoqchiman. Va imkoniyat tug'ildi deguncha uni sindirib qo'ymoqchi emasman. Sen uchun saqlab qo'yaman. Shoshmang. O'q hisobga kirdimi? Keyin. Nima? Qurollar sirtning tasodifiy joylariga teleportatsiya qilindi. Qidiringlar, bolalar. Tomson avtomatini topishimiz kerak. Ey, to'xta, menda jon yetishmayapti. Vaqt yo'q. Hammangizni katta mamnuniyat bilan o'ldiraman. Hammaga xursandchilik. Haqiqiy ezma ekansan. O'yinlar boshlanadi. Aha. Ruger Elliotni topdim. Demak, o'ylashimcha eng ko'p muammolarni Jeks va Zobul tug'diradi. Ular eng yosh, ularda hali ham yoshlikdagi jangovar ruh saqlanib qolgan bo'lsa kerak. O'lsa hali ham yurakka yetishmayapti. Adolatsizlik. Menda bir narsa bor. Mana, ol. Ey, shoshma. Nima qilding? Bu nima edi? Bu kapalak. U joningni tiklaydi. Keyin bu haqida aytganmidi? Yo'q. O'zim o'ylab topdim. Nima? Xo'sh, birinchi bo'lib kimni o'ldirasan, Pompom? Men hech kimni o'ldirmoqchi emasman. Men faqat senga qurollarni topib beraman. Sen esa zo'ravonlik bilan shug'ullanasan. Kelishdiki? Bularning hammasi haqiqiy emasligini bilasan, to'g'rimi? Nimani nazarda tutyapsan? Sen seriknimi? Bu o'yinda bir-birimizni otishimiz kerak. Shunday ekan, axloqiy tamoyillarning nima keragi bor? Xo'sh, ular meni do'stlarim. Ularga zarar yetkazishni istamayman. Mayli. Kel, ochiqchasi gaplashamiz. Nega bu seni tashvishga solyapti? Do'stlarimga ozor bermaslik haqidami? Quloq sol. Seni yaxshigina tushunib turibman. Bir lahzada sen haqiqiy dunyodagi kimdirsan. Muhim ishlarni qilasan-u, keyin g'alati multfilm qahramoni masxarabozga aylanasan. Sen hali ham o'sha dunyoning bir qismi ekanligiga ishonadigan qismingni saqlab qolishga harakat qilasan-u, lekin oxir-oqibat bu nimani beradi? Qara, Ragata shirin va do'stona bo'lishga harakat qiladi, lekin har bir sarguzashtda uni parchalab tashlashadi. Yoqsa-yoqmasa ham, endi biz hammamiz shunchaki multfilm qahramonlarimiz.
Xo'sh, buni yo'qdek tutishdan nima ma'no bor? Lekin biz hali ham insonmiz, to'g'rimi? Men ham boshida shunday o'ylagandim. Lekin vaqt o'tishi bilan biz shunchaki o'z arxetiplarimizga ko'nikib qolamiz. Tizimning bir qismiga aylanib qolamiz. Va seni personajing qanday? Yovuzmi? Quloq sol. Men dinamika qo'shaman. Qanchalik uzoqqa borishim mumkinligi haqida o'ylayman. Hamma bilan o'ynashda 4-devorni buzaman. Va bularni nima uchun qilaman bilasizmi? Chunki bu maroqli. Bularning hammasini shunchaki maroq bo'lganligi uchun qilyapman. Men bizning quvnoq yigitman. Sen quvnoqmisan? Ha, Ragata bizda optimist, Gangal bizda yig'loqi, Qirolbek bizda aqldan ozgan, Zubul bizda qizg'onchiq. Sen esa o'z arxetipingni hali tushunmading. Hammamiz arxetiplarga aylanganmiz. Menga kamida qanday bo'lishni tanlash uchun o'zini tanish yetdi. Demak, quvnoq. Xo'sh, nima bo'lmoqchisan? Hozir yangi bir narsa qilish uchun ajoyib fursat. Jinni bo'lgan kelyaptimi? Haqiqatan ham shu haftalar davomida ichingda to'plangan barcha salbiy his-tuyg'ularni chiqarib tashlamoqchimisan? Bilaman, senga bu yer yoqmaydi. Barchaga ham. Ammo yorug' tomoni ham bor, chunki sen deyarli istagan narsani qila olasan. Mana qara, qanday nishonga olyapsan. Juda realistik usul. O'zingni bo'sh qo'y. Jinnisan. Bugundan men yovuz bo'laman. Nima deysan? Qani urinib ko'r. Ha, o'sha omadsizlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki tez orada ular g'azabimni yovuz povida ko'rishadi. Biroz cringeroq chiqdi. Biz haqiqatdan ham bu bilan bir-birimizni otamizmi? Yoki biz, yoki ular. Ragata, burchakda snayper bor. Qurolbekka tegdim shekilli. Bu yerda xavfsiz ekanligimizga ishonch topolma. Taktik yallanish. Ketdik, Ragata. Qara, biz qirol balatda putalarni topdik. Ya'ni, yo'q qilamiz. Men quroldan qanday o'q otishni umuman bilmayman. Men janglarga qatnashishga o'rganmaganman. Voy, buni men qildimmi? Sen o'tkazib yubording. Ha, sen zo'rsan. Ragata, berkin. Menga qo'g'irchoq, senga Qirolbek. Kelishdik jigarim. To'pponcha kerak, to'pponcha. Qo'ysangizchi. Qurolbek, seni kepilaklaring menga juda ham kerak bo'lardi. Shartta shurtda. Pomni haqida rejalaringni bilaman. Sen uddalay olmaysan. Ha? Bilasan-ku, u bilan yaqinlashib, uni buzmoqchisan. To'xta, yo, to'xta. Buni haqiqatdan shashini kutmagandim. Laqmalar burchagi. Qirolbekni topolmayapman, lekin endi unda faqat bitta jon qoldi. Jonimni yo'qotdim, lekin endi faqat bitta Qirolbek qoldi. Qanday qilib unga joningni berib yubording? Umuman bilmayman. Men kalash topdim shekilli. Agar Tomsumni topmasak bu yararmidi? U bilan, ya'ni Jax bilan bir komandada bo'lmaganimiz uchun xafa bo'ladi deb o'ylaysanmi? Bu haqida xavotirlamagan bo'lardim. Bu shunchaki o'yin. Lekin bu Jax-ku. U albatta mendan o'chin oladi. Men oxiri u bilan jabr ko'raman. U bu yerda bo'lmasa ham u haqida o'ylaganingdan ko'ra ko'proq narsaga loyiqsan. Sen insonsan, uning o'yinchog'i emas. Bo'lsa o'zimni umuman odamdek his qilmayman. Avatarlarimizda o'ziga xos jihatlar bor. Nega boshqalarda bunday emas ekan? Qanchalik istasam ham
qandaydir tarzda o'zingni shunchalik sevishing mumkinki, lekin bu qism seni eng yomon bo'lishga chorlaydi. Chunki u bor. Bu sening bir qisming. U haqiqiy. Va seni tashvishga solish kerak bo'lgan yagona narsa bu sensan. O'zingni sevishni tanlashing kerak. Garchi bunda ma'no bo'lmasa ham. Bu tabiiy qadam emas. Bu ongli tanlov. Demak, sen bu tanlovni qilishga majbur bo'lgansan. Ha? Kechir. Ya'ni albatta yo'q. Axir sen zo'bsan-ku. Nima bo'lsa ham meni himoya qilsang, men ham seni himoya qilaman. Ha. Kel, Jax, va meni o'ldiramiz. Mayli, yana bir savol. Makka johori bilan nima bo'lgan? Nima bo'pti u bilan? Nega uni Makka johordan qo'rqasan? Unday emas deya olmaysan. Chunki 2 marta ko'rganman seskanib ketganingni. Ko'rinishidan qutula olmasam kerak. Bilmadim, shunchaki unda mayda bo'rtqlar ko'p. Xuddi o'rgimchak urug'i kabi. Jirkanch, tanamda junlar turib ketdi. Qiziq. Demak, senda tripofobiya bormi? Bu nima? Mayda teshiklarni to'planishidan qo'rqish. Oh, mayli. Unda granatachi. Dahshat. Men bugun sen haqingda ko'p narsani bildim. Insonlarni o'ldirishimiz kerakligini esdan chiqarmaylik. Avval tobi ketganini, qayerga ketganini bilib olamiz, keyin dam olamiz. Men sizning orqangizdaman, shundaymi? O'sha yerda. Ups, uzr. Umid qilamanki, mening rikoshot maxsus usulimga tayyorsiz. Mana o'chirgach. Ha? 5 tashla. Naqadar ajoyib o'yin. Pomni bunchalik shiddatli ekanini kim bilar edi? Sargardonliklar ham shunday-a? Qo'ysang, yutqazgan bo'lsak ham hech bo'lmasa bor kuchimizni sarfladik, to'g'rimi? Yaxshimisan? Yutqazganingdan xafamisan? Yoki boshqa narsadanmi? Bu haqida gaplashmoqchimisan? Menimcha men Pomini xafa qildim. Xuddi Jaxni xafa qilganimdek. Ularni ko'ngliga kirish uchun harakat qildim. Lekin keyin ularni o'zimdan itarib yubordim. Natijada ular meni yomon ko'rdi. Seni bu yerda hech kim yomon ko'radi deb o'ylamayman. Jax aniq yomon ko'radi. Galvazubli umuman men bilan gaplashmaydi. Pomni esa albatta bugundan keyin umuman gaplashmaydi. U kelib bir jamoada bo'lishni taklif qildi. Men esa yo'q dedim. Nimaga bunday qildim? Balki senga shunchaki tanaffus kerakdir. Menimcha sen hammaga va hamma yerda bo'lishga urinib, o'zingga juda ko'p narsani yuklayapsan va buni uddalay olmaganingda o'zingni ayblashni boshlaysan. Aytishingcha, Pomnini ranjitding. Nima uchun shunday fikrga kelding? Bilmayman. Go'yo har kuni bir-birimizdan uzoqlashib borayotgandek his qilyapman. Xuddi u meni ichimda ko'rgandek va ishonmayotgandek. Aynash yo'lgurmasimdan meni ko'rishni istamaydigan allaqachon boshqa odamga aylanadi. Men buni shunday ko'raman. Munosabatlarda ikkalasi ham muhim. Va agar ikkinchisi kayfiyatsiz bo'lsa, butun yukni o'z zimmangga olishdan foyda yo'q. Hammamiz muammolarni har xil hal qilamiz. Va ba'zan odamlarga o'z usullari bilan qilishlariga imkon berish kerak bo'ladi. Va agar ular senga kerak bo'lsa, yonida bo'lish kerak.
Kimnidir vaqtincha yolg'iz qoldirish ulardan voz kechish bilan barobar emas. Nima xohlayotganimni ham bilmayman. Faqat boshqalar baxtli bo'lishini istayman va mendan nafratlanishlarini istamayman. O'zingdan chin nafratlanasanmi? Men o'zimdan nafratlanganman. O'zimdan o'sha narsalar uchun nafratlanganman. Ularga javobgarman deb o'ylaganman. Hamma narsani yo'qotdim deb o'ylaganman. Lekin keyin sen paydo bo'lding. Va mening dunyoqarashim o'zgardi. Har doim o'zingni qiynamasdan g'amxo'rligingni ko'rsatishning yo'li bor. O'zingni ham o'ylashing kerak. Tushunmayman. Odatda gaplaring ma'nosiz bo'ladi, lekin ba'zan shunday bo'ladiki, sen bilmadim. Buni qanday uddalaysan? Qanday qilib buncha vaqt chidab kelding? Shunchaki stressga chidamligim shundaydir. Ajoyib. Hakamlarga bu yoqadi. Ular hali ham bizni ta'qib qilyaptimi? Sizlar bizni hali ham qo'yapsiz. Ha, hali ham sizlarni ta'qib qilyapmiz. Ha, qayerga ham borardik? Ular bizni hali ham ta'qib qilyapti. Xo'sh, bu yo'la yuz yugurishga to'g'ri keladi. Olg'a! Ha! Qo'yil, bu narsalar bilan omadim kelmayapti. Vaqti keldi. Nima uchun otishda to'xtatding? O'qlaring tugadimi? Senchi, nimaga to'xtading? O'qlaring tugadimi? Pommi, o'qlaring qoldimi? Menda faqat bitta qoldi, lekin u ham snayperniki, lekin bizda snayper yo'q. Jallos. Endi xonada yashirinib o'tirasanmi? Qo'rqoq. Daisy, Daisy, javobing ayt menga. Qo'shiq aytmoqchimisiz? Oshiq bo'ldim faqatgina senga. Nikohimiz bo'lar oddiy, aravachin yo'q balki. Lek velosiped o'rindig'i ko'proq yarashadi bizga. Shoshma, menda uni xonasini kaliti bor-ku. Unga ko'rsatib qo'yma. Shoshma. Xotirjam bo'l jigarim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammangni siqdim. Jab. Hammasi tugadi shekilli. Ko'rishguncha Vincent va Jules. Nima? Muzodala
mayli, yaxshi jamoa bo'ldik. Rostini aytsam, mashaqqat darajasi unchalik baland emasdi. Ha, to'g'ri. O'ylashimcha, birimizni boshqamiz sotadigan payt keldi. Ha? Ha, sen meni sotishing mumkin. Men shunchaki ikkimiz ham shunday qilamiz deb o'ylagandim. Ha, yo'q, unday emas. Men unchalik xohlamayman. Zerikarli bo'la qol, seni zo'r deb o'ylagandim. Ikkimiz ham g'olib bo'lishimiz mumkin. Jamoa bo'lib. Qanday jamoa, qo'ysangchi. Nima haqida gapiryapsan? Albatta jamoa. Aqldan ozibsan. Biz shunchaki birga yozlik qilganimizda yaqinlashmadikmi? Men faqat seni ko'nglingni olish uchun shunday qilgandim, chunki menga qiziqarli tuyulgandi. Xo'sh, otasanmi yo'qmi? Men nimanidir noto'g'ri qildim. Sen hozir ragataga o'xshayapsan. Bizning jamoa emasligimiz ajablanarli emas. Yo'q, ya'ni biz birgalikda yaxshi chiqishgan edik-ku, quvnadik, gaplashdik. O'z rolingdan chiqyapsan. Qani bo'la qol. Agar seni otib tashlasam, biz yana do'st bo'lib qolamizmi? Biz hech qachon do'st bo'lmaganmiz. Lekin sen o'zing haqingda aytib berding-ku. Ha, rostdan ham ko'p narsalarni aytib berdim. Umid qilamanki, ertaga buni eslamayman. Yo'q, bunday qilma. Menga qarab turib shunchaki sen bilan qilgan barcha ishlarimizni shunchaki ahamiyatsiz ekanligini aytib ko'rma. Chunki bularning bari yolg'on ekanligini bilaman. Menga nima tan olyapsanmi? Ha, hammamiz ham shuni xohlaymiz. Getara juftlikni. Xudoyim, jiddiyroq bo'la olasanmi? Yoki biror narsaga jiddiy qaray olasanmi? Qizaloq, sen multfilm masxarabozisan. Senga qanday qilib jiddiy munosabatda bo'lishim mumkin? Lekin sen menga ochilding. Aslo aksi emas. Shunchaki hammasi bo'lmagandek o'ylash. Nimagadir adashyapsan. Shuni deb Kaufmanni dafn marosimiga bormadingmi? Men hech kimni dafn marosimiga bormayman. Shubham yo'q. Chunki sen qo'rqoqsan. Sen o'zingda bo'lgan insoniy his-tuyg'ularni ko'rsatishdan qo'rqasan. Men zerikishdan o'lib qolishdan qo'rqaman. Seni faqat shu narsalar qiziqtiradimi? Shu bilan odamlar mafhumlashishini hech o'ylamadingmi? Xudoyim! Boshqalar ham qilayotgan ishda meni ayblayapsanmi? Sen ularni tanimagansan va mavhumlanishdan oldin ular qanday bo'lishini ham bilmaysan. Ular bilan yonma-yon bo'lish yoqimsiz. Mutlaqo. Sen Kechir. shubham yo'q. Voy, bu juda noqulay bo'ldi-ya, shundaymi? Xo'sh, miyamni teshib tashlaysanmi? Agarda ertaga men mafhumlashsam nima qilasan? Yengib o'taman. Va balki seni unutaman. Tushunarli. Tushundim. Men hammasini tushundim. Bo'pti, nima, sen hazillarni tushunmaysanmi? Sen umuman quvnoq emassan. Bu hisobga o'tmasa kerak. Qo'y, nima qilyapsan? Zarbani qaytar. Toming ketganmi? Men zarbani qaytar dedim. Senga nima bo'ldi o'zi? Nega zarbani qaytarmading? Yana boshlandi. Zarba qaytarmaganim aslida senga befarq emasligimni belgisi, shundaymi? Seningcha men hali qobig'ini yorib tashlash kerak bo'lgan tuxum ichidagi tushunilmagan jonli mavjudotmanmi? Lekin men unday emasman. Menga seni ham va bu sirkdagi hech kimning ham zarracha ahamiyati yo'q. Barchasi tugadi. Sizlar meni o'yinchoqlarimsiz. Sizlarni qiynashni yoqtiraman. Gaplarimni tushunyapsanmi? Men o'yin uchun azob beradiganman. Agar seni aldagan bo'lsam, faqat senga yanada ko'proq azob berish uchundir. Jallod. Menda yaxshi tomon yo'q. Shuning uchun iltimos, uni qidirishni bas qil.
Hoy, bir men bir narsani- narsani... Kel sen Yo'q, birinchi. sen ayt. Kel, shoudan keyin gaplashamiz. Ha, mayli. Xonimlar va janoblar, sevimli qahramon tanlovi mukofotini topshirish marosimini boshlaymiz. Ammo avval men hay'at a'zolariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. nomzodlarni va g'oliblarga ovoz berganliklari uchun. Seni sevamiz, Kate. Qislaring. Mayli. Ammo turli nominatsiyalardagi munosib nomzodlar tilga olinmagan shou qiziq bo'ladimi? Albatta yomon. Mening shouyimdan farqli o'laroq, shuning uchun ko'raylik. Bizda kim bor? Xudoyim, basharamni ahvolini. Salom. Va etikdozdan battar so'kinuvchi mukofotini Zobal oladi. Mayli do'stlar, hammangiz kutgan lahza keldi. Sevimli qahramon mukofoti. Tufakcha, baraban chal. Va sevimli qahramon mukofotini voy, bu men Keynman. Oh, to'xtang, men noto'g'ri o'qibman. Bu Kanch. Sen yutganingni hech kim bilishi shart emasdi. Endi ikkovimiz ham ahmoqqa o'xshaymiz. Ushbu multserial Mushroom Telegram kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Bizning Instagram, Telegram va YouTube kanallarimizga albatta obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat. Oh, mayli. Xo'sh, qancha odam menga ovoz berganini ko'raylik-chi.